老板好，我今天来了，你好，你好，来，我待会儿我给你拍点东西哈。这是炒面片。老哥，你来开店开了多久了？已经6年了。6年了，新疆来的。新疆来的。哇，新疆来的阿达西啊。乌鲁木齐来的。乌鲁木齐，我看你店里这个外国人也有很多啊。主要是外国人，哈萨克斯坦、这斯坦、那个斯坦，对，这个国家还有那个巴基斯坦人啊。这个面看起来很辣，我就吃这个。辣子肉白面出来了啊！超级辣的吗？超辣爆辣，爆辣 ，OK， 来。乌鲁木齐维吾尔人爆辣拉面，爆辣拉面。你看全是肉，全是肉啊！全是肉。我看尝尝辣不辣？我尝尝辣不辣，老板。说是巨辣的。朋友们、小伙子们、兄弟们，怎么样？我们的饭怎么样？从以前新疆饭吃过吗？吃过，经常来。吃过，谢谢。你们怎么样？哎呀，谢谢你们的支持。你怎么样？哎呀，太好了，谢谢你们2位。我们是老客了，谢谢你们的支持。怎么样？感觉怎么样？好吃。谢谢你们的支持。哎呦，大哥，怎么样？可以。谢谢你们的支持，多一点支持我们。OK， 好，行。好的，谢谢。Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barliq Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her qaysi yerlerde yaşayotgan Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarım. Alhamdulillahi ala ni'matil islam ve kafa biha min ni'ma. Millet qilib turadigan ana ruh, ana iddiya. Milletni millet qilib turgan qimmat qarishidan ayrılgandan keyin insonning nega berib qoldiganligini ko'rib olsak bo'ladi. Biz Allohga qattiq ko'p shukr qilsak bo'ldi. Rabbimizga cheksiz hamd sanolar bo'lsin, alhamdulillah. Aşında hain, aşında pes, aşında çakanı püçek qalçılda qilib qo'ymagan Allohga bizlar haqiqatan hamd aytsak bo'ldi. Şunun bilan birga manda xoinliga, anda qini buzuq ko'li buni. Ma qini buzuq go'yliga eng kuchli g'azab va nafratlicha shakllantirsak bo'ladi. Bu meni acayip üzdü. Bu Uygur'un Amerika'da turib, ma qini buzuq. Bu hammasi shu chaqchaq xotindan bo'lib qolgan bo'lishim ama. Chaqchaqdan to'rlab qolgan go'yli. Normal adam emas ma bu. Normal anası, dadası sağlam adamning bolalari emas ama ma. Qini teksiz, qini buzuq chiqadilar. Bu Xitoy degan bir nejishamdi. Bu Xitoyni ko'rsam ko'nglim alishadi meni ham demiş. Elde ko'rib qolib biz ham Turkiyada mana shu qapil charchiq basak. Bayazıtla basak aşağıda ko'rib qolimiz ham. Ko'zimning ko'ngli alishadi ham bu Xitoy. Senin isming Nurlar emas, resmi qarilan sen, qop-qora. Sen inson emas. Doppin tushirib qo'y. Sen Sharqiy Turkiston xalqining milliy ruhi bo'lgan, milliy g'ururi bo'lgan doppin kiyib turib, Sharqiy Turkiston xalqiga xiyonat qilib, Xitoyni damlab, Xitoy xizmat qilishing degan haqiqatan sen qo'y Sharqiy Turkiston xalqining umumiy xiyonat qilgan jinoyatchisan. Dushman magujima mava. Bunun hech qanday Uyg'ur aning oshxonaga kirishga bo'lmaydi. Hech qanday o'zim Uyg'ur, men inson degan go'ydim birisi berib meni oshxonaga kirishga bo'lmaydi. Buning hayotda, o'lganda to'y to'kinlarga berish qat'iy bo'lmaydi. Buning bilan bo'lgan chek-chekini qat'iy uzish kerak bu. Bo'lmasa sen shu agar ashning bilan yana aloqani to'xtatmaydi ekansa Uyg'urlar, o'pma o'xshab sen Xitoyga o'xshab ashunda g'alcha xoin bo'lib ketsa va go'ylar. Bugün salam qilish qolmaydi. Bugün dedi ki meni hech qanday qilmaydi dedi. Hey, dünyada saplam bir adamni o'ltirib, tayoq bilan urib, bir zembil go'sht qilishlam jazo emas o.
bir milletning sana qilgan sen xoin, munofiq, ihanetçi, asi, Xitoyning g'alchisi, Xitoyning yaloqchisi, pul uchuncha, manfaat uchun mundaqcha dayuz, qor yuz deb sang bu bahani berishning o'zi jazo yetmamdi bu. Sen davomli bedening zidi qilish lozimmi? Jismingni zidi qilish lozim. Sen de ruhing zidi bo'lmamdi. Sen bizni xoin deymiz. Xitoyning g'alchisi deymiz. Sharqiy Turkiston xalqining birdan bir dushmani bo'lgan Xitoyning g'alchisi deb senim uchun Sharqiy Turkiston xalqining dushmani deymizmi buni? Şunu bu düşmanga qarta Sharqiy Turkiston xalqi va yashayotgan Amerikaliklar barliq tordagi barliq qandoshlar o'rtaq bu eng kuchli g'azab nafratimizni bildirishimiz va kuchli shaklda ayblashimiz lozim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.